Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, yong'oq ishqibozlari. Mana men hozir syomka qilyapman. Daladachi Besochi agaracham bor. Bodom ham chiqaraman-da o'zim ham. Shunga bir 3 yillik bodom nimalarni ko'rsatyapmiz. Mana metrlarga bodom ekilgan, agatlarga kenegasi bodom sorti. Tanada meva qiladi bular. Tanada gullaydi, tanada meva qiladi. Yuqqa po'choq. Shulargacha meva qilgan. Mana bodomlarim. Bodom ko'chatlari ham bor. Xudo xolasa bodom ham chiqaramiz ko'chatlarini ham. Ikkinchi yili tezroq hosilga kiradi. Mana shakllarni berib qo'yganman. Gullaganda shu dahshat gullagan. Mana bodomlar. Rosa bodomlar ham may oyida payvand qilinadi. Necha payvand deyiladi u. O'zimiz 1 yilda ko'chat tayyor bo'ladi, 1 yilda. 1 yilda ko'chat tayyor qilaman. O'shani bir syomka qilib chiqaramiz. Ko'chat qanday tayyor bo'lishi. Hozir bodom urug'larini yerga ekib qo'yganman. 10-martlarda ekkanman. O'stirib bodomlar. Mana tanada o'zi mevalardan ushapti, mana qattiq bo'lib turibdi. Mana qattiq. Bodomlar bir yaxshi ushadi. Men gullamasdan oldin bir dorilarni bir septirganman. ESO degan dori bor. Nurel. O'rgamishgana ko'p tushadi bodomlarga, kuchi bo'lib qolishi sababi Agrovertimiz degan dori bor, 308. O'shandan sepiladi. Faqat u shomga yaqin sepiladi, kunduzda sepilmaydi u. Kechpet sepilsa yaxshi bo'ladi, natijalari yaxshi bo'ladi. Mana tanalarda mevalar ushlagan, tanalarda qattiq bo'lib turibdi ana. Uchigacha mevani. Shulargacha. Endi gullaganidan ololmay qoldim. Kecha Qo'qonda kuchli shamol bo'ldi, gullarni to'kib yuboribdi. Oqimalar mana tanada mana. Mana. Mana pomni ushlagan mana. Kenegas sort. Necha payvand qilinadi? Bu 3 yillik ko'chat bular, 3 yillik. Bu 4-yilda ko'ryapti. 4-yilda ko'ryapti bu. Tanada meva. Tanada. Mana. Mana bu bodomlarni payvand qilib qo'yganman. Mana shu ko'klayapti mana. Bu boshqa sort deydi, bir yangiroq sort deydi. Kenegasga ulab qo'yganman. Mana bodomlar mana. Mana o'zi ko'kladi o'zi. Kenegas bodom ulangan. Hosildori zo'r mana. Shulargacha o'zi mevalar ushapti o'zi mana. Endi u havolar yaxshi bo'lib qolsa bir o'rganishga qarshi bir dori urib yuboraman. 3-4 kunlar Qo'qonda endi sovuq, endi hozir hamma joyda bir xil havo. Yomg'ir ko'rsatyapti. Ertalabga bir syomka qilyapman. Mana. Mevalar qattiq mana. Qatib turibdi mana. Ushapti mevalarni, ancha zo'r ushapti. Ko'chatlar ham, bodom ko'chatlar ham bor. Murojaat qilaverasizlar. Shu 1 yillik ko'chat. Xudo xolasa urug'lar chiqib olsa, necha payvand qilinadi? Necha degan may 1-maylarda necha qilinadi? Shu ona shoxdan olib, metlardan olib ulanadi. O'zidan olib ulayman. Ashti agatlarga ekilgan. Bir 15 kilocha urug'da ekib o'rganman. Xudo xolasa chiqib qolsa, ko'chat ham bor. Bu zakaz juda ko'payib ketdi. Bu bodom juda ko'p so'radi. Shali tanada qilgani uchun mana
tanalardan gullar yotibdi, mana ushlagan, hali gulini ham tashlagan yo'q. O'zi changlanib, o'zi zo'r ushabdi bodomlarim. Mana. Bir g'oraligida ham bir so'mka qilaman. Mana zo'r ushlagan mana tanalarda meva qilgan. Bu necha payvand qilingan zo'r bodom. Mana hozir buni bodomni ko'ring, mana. Mana tanalardan. Uyib qo'ygan, uyib. Endi haligi faqat yong'oqda chiqarardim, ancha kech qolindi. Uni YouTube'da kanal ochib kech qolindi. Endi bodom ko'chat ham chiqaraman. Bodomlar endi bir so'mka qilib endi chiqarishni boshlayman bodomlarni ham. Kenaga sortdan bodomlar. Uchlarigacha mevani, uchlarigacha qilingan. Hozir qo'shnilar bog'lari. Mana. Tanadan. Mana tanalarim toza, dorilarni o'z vaqtida sepilgan. Mana unaqa kasalliklar yo'q, tiniq turibdi. E'tiborlaring uchun rahmat. Obuna bo'lib, layklar bosib, vaqt turaverasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat.